Sirdaryoda dahshatli fojia yuz berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz keng ommaga tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sirdaryo viloyati Shirin shaharchasida 29 yoshli ayol va uning 5 yoshli qizi pichoqlab o'ldirildi. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov qotillik yuz berganini Daryoga tasdiqladi. Holat 29-aprel kuni kechga yaqin sodir bo'lgan. 1997-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan shaklda M.S. o'z xonadonida uy yumushlari bilan band bo'lgan. Turmush o'rtog'ining shar'iy nikohdagi ayoli 29 yoshli qisqa shaklda N.X. uyga bostirib kelib, u va 2 qizini pichoqlagan, so'ngra voqea joyidan yashiringan. Qizaloqlarning kattasi 5, kichigi 3 yoshda bo'lgan. Oqibatda ayol va 5 yoshli qizi ismi qisqartirilgan shaklda Sh.S. voqea joyida vafot etgan. 3 yoshli qizi qisqartirilgan shaklda I.S. esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda u jonlantirish bo'limida qolmoqda. Kun.uz'ning yozishicha, ayol Toshkent viloyatining Bekobod shahridan Sirdaryoga kelin bo'lgan. U ayol bir necha bor kuyovimga borib xotiningni o'ldiraman deb aytgan ekan. Kuyovim qo'lingdan kelmaydi degan. Mana nima bo'ldi, qizim va nevaramdan ayrildim. Qizimning 4 farzandi bor edi. 8 yoshli o'g'li va 20 kunlik chaqalog'i qoldi. Shifoxonadagi nevaram ham og'ir ahvolda. Tegishli tashkilotlardan iltimos qilaman, ularni bizning qaramog'imizga olib berishsin degan ayolning otasi. Marhuma jiyanining aytishicha, o'sha kuni ayol uyida kir yuvib o'tirgan. U ayol borib pichoq bilan tashlangan. Baqir-chaqirni eshitib uydan 2 qizi yugurib chiqqan. Ularga ham pichoq urgan. Holat yuzasidan Sirdaryo viloyati o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi A, V, J bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi N.X. protsessual tartibda ushlangan. Kodeksga ko'ra 2 yoki undan ortiq shaxsni, aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni o'ta shafqatsizlik bilan qasddan o'ldirish 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Aziz do'stlar, sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz sizga eng so'nggi xabarlarni yetkazib turamiz.